Kichkina davlatlar bizni fuqarolarimizni nimaga mensimayapti aeroportlarda degan savollar kelyapti. Men sizga bir narsa tushuntirib beraman, o'zingiz xulosa qilib olasiz. Hozirgi paytda neft urushi tugagan. Hozirgi paytda yarim o'tkazgich sxema urushi boshlangan. Bu sxema nima deb savol berishingiz mumkin. Qo'lingizdagi telefondan tortib, sun'iy intellekt qurilmasigacha va mudofaa radarlarigacha shu sxema ishlatiladi. Bu sxema qanchalik kichkina bo'lsa, shuncha foyda. Chunki ozgina energiya sarflaydi. Endi bu sxemani qaysi davlatlar ishlab chiqaryapti? Amerika. Bittagina Amerika bo'lsa yaxshi edi, lekin Amerikani 3 ta ittifoqchi davlat ham ishlab chiqaryapti. Qaysilar? Gollandiya, Yaponiya, Tayvan. Tayvan mavzusiga to'xtaladigan bo'lsak, Tayvan shu yarim o'tkazgich sxema bozorini 60% dan ko'prog'ini nazorat qilyapti. Siz bilgan katta kompaniyalarga o'zini mahsulotini eksport qilyapti. Qaysi kompaniyalarga? Apple, Qualcomm, Nvidia va AMD kompaniyalariga o'sha sxemalarni eksport qilyapti. Shuning uchun geopolitik ahamiyatini oshirib boryapti bu narsa. O'zi kichkinagina joy o'sha. Qarang. Endi Amerika bilan Xitoyda iqtisodiy urushi qayerdan boshlandi degan savollar ham kelyapti jonli efirda. Javob beraman. Amerika Gollandiyaga Xitoyga 16 nanometrdan pastroq kichkina bo'lgan sxemalarda sotmaysan degan buyruq berdi. Sotilmadi. Shu yerdan boshlandi. Keyin Xitoy nima qildi? Made in China 2025 70% o'zimiz qoplaymiz degan maqsad qo'ydi, ishlab chiqaramiz deb. Lekin savol shu. Xitoyda Huawei telefonidagi 16 nanometrdan kichkinaroq bo'lgan sxema ishlatyapti. Buni qayerdan oldi? Chunki bu mahsulotni ishlab chiqarayotgan davlatlar Amerikaning ittifoqchilari. Javob shu. Ilm do'stlar. Ilm. Ilmning orqasidan erishyapti. Endi qarab turing. 2020-yilda Xitoy shu sxemalarni 350 milliard dollarlik o'ziga import qilgan. Bu juda katta raqam. Bu boshqa davlatga bog'lanib qolgan iqtisodiy. Shuning uchun o'zim ishlab chiqaraman deyapti. Endi biz nima qilyapmiz? Biz qaysi yo'nalishga topshiraylik, o'g'limni qaysi yo'nalishga topshirtiray deb savol beryapsizlar. Mana sizlarga maqsad. Do'stlar, ilmga berilishimiz kerak. Shvetsiya do'stlar haftasiga 7 soat kitob o'qiydi. Mana sizlarga eng zo'r kitoblarni tarjima qilib berishyapti. Sizlar olib o'qiyapsizlarmi? Mana Nevzat Tarxonning psixologik urush, kulrang propaganda bir davlatni urushsiz inqirozga uchratib olish sirlarini tushuntiradi. Ijtimoiy tarmoq orqali, propaganda orqali. Olib o'qidingizmi? Yo'q. Mana sizga. Biz hali bundan o'tolmayapmiz. Islom Karimov bekorga aytmagan, hali ancha qovun pishig'i bor edi. Islom Karimovning yana bitta gapi bor edi. Aytadiki, katta maqsad qo'yadigan bo'lsanglar, mana farzandimsizlar. Agarda bekordan bekor vaqt o'tkazayotgan bo'lsanglar, unda vaqt bekor ketyapti bolalarim degan gapi bor edi. Sizlar Karimovchilik qilasizlar, lekin Karimovning gaplariga quloq solyapsizlarmi? Yo'q. Ba'zi yoshlarimiz bor, ukalarimiz, qaysi yo'nalishga topshirayotganini ham bilmaydi. U yo'nalishda ahamiyatini ham bilmaydi, jiddiyatini ham. E'tiborli bo'lishimiz kerak. Do'stlar, kuchli davlat bo'lishimiz uchun faqatgina davlat harakat qilmaydi. Xalq ham katta g'oyalarning orqasidan quvlash kerak. Dunyoni yuragini ishlab chiqarishimiz kerak. O'shanda kuchli davlat bo'lamiz. Ancha-muncha davlatga aeroportiga kirib kelganimizda bizga qo'pol gapirishdan qo'rqib turadi. Kimdir mahallada paypoq ishlab chiqarsa, jenter oladigan bo'lsa, biz ham paypoq ishlab chiqaryapmiz. Yo'q do'stim, o'zimizning g'oyamiz bo'lsin. Qarang, Germaniyaning 5 ta mashina fabrikasi bor. Dunyodagi eng legendarniy Mercedes-Benz, BMW, Opel, Volkswagen, Audi, nima qilyapmiz? O'talmayapmiz hali bu yo'llardan biz. Ilmga berilishimiz kerak. Biz Turkiston News milliy izoh butun milliy brendlarda reklama hamkorligiga chaqiramiz. Bundan keyin do'stlar, eng zo'r ma'lumotlarni vatan va millat ravnaqi uchun sizlarga tayyorlab beramiz. Oilamizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Sizlar uchun maxsus Turkiston News va milliy izoh bo'ldi. Salomat bo'ling.